Ota-onalarga tegishli masala, qadrdonlar. Hurmatli ota-onalar, bolangizdan pul oling. Bolangizga ayting, ishlagan pulingdan bunchasi meniki deng. Bola bergisi kelmasa ham oling. Nega? Chunki siz bolangizdan pul olsangiz va u pul olganingizda darrov ichingiz xursand bo'ladi-ku. Ana o'shanda bolangizni barakasi ko'payadi. Ba'zi bir ota-onalar bor, men bolamdan pul olmayman, o'zini puli o'ziga yetsin deydi. Ana o'shanaqa bola, naborot men beraman deydi. Ana o'shanaqa ota-onalar bolasini qashshoq qilishga mahkum qilib qo'yadi. Nega? Chunki boyagi bola ota-onaga pul bermagandan keyin, ota-ona boladan pul olib xursand bo'lmagandan keyin o'ziga yetmayapti-ku, o'ziga ishlatsin degandan keyin ota-ona endi o'zini g'amxo'rligidan kelib chiqib, bolani qashshoq qilib qo'yadi. Agar bola kam pul topayotgan bo'lsa ham, qiynalib topayotgan bo'lsa ham, ota-onaga o'zi berishga fahmi yetmayotgan bo'lsa ham, birov aytmagan bo'lsa ham, tushuntirmagan bo'lsa ham, ota-ona degan ber pulni bu yoqqa deb, pul ber deb olish kerak. Olganda tabiiy hol majburlab olsa ham ich-ichidan haqiqiy duo ketadi. Ich-ichidan haqiqiy mehr bo'ladi. Ich-ichidan Xudoga ey Xudo devoradi. Qanday yaxshi, rahmat devoradi. Ana o'sha yana ham buni pulini ko'payishiga olib keladi. Demak, qadrdonlar, siz o'zingizcha meni bolam o'ziga yetmayapti, qo'y bundan olmayman, ana puli ko'pidan olaman deysiz-da, u puli ko'pini yana puli ko'payaveradi. Chunki siz undan pul olyapsiz, ich-ichingizdan xursand bo'lib ketyapsiz unga nisbatan. Bundan pul olmayapsiz, chunki puli yo'q deyapsiz. Uni battar puli yo'q bo'lib ketadi. Demak, hurmatli ota-onalar, siz bolalaringizdan pul oling. Va tabiiy hol siz agar ota-onangiz bo'lsa, ota-onangizga pul bering. Buni endi o'zingiz bilasiz, eshitgansiz. Lekin ota-ona bo'lib olasizda, bolangizni boqaverasiz, bolangizni qaramog'ingizga olaverasiz, bolangizga qiynalmasin bu, ishlamasin, qiynalmasin, men berib qo'ya qolaman shu pulni, qiynalmasin deysiz. Qiynalmasin deb bolani kambag'al, qashshoq qilishga mahkum qilyapsiz. Siz qachongacha buni boqib yura olasiz? Bolangiz keyin уже qashshoq bo'lib qoladi. Va eng yomon tomoni bor. Bolaga yoshlikdan siz pul berib turib, qiynalmasin, sharoit yaratib berib, o'qishini to'lab berasiz, qiynalmasin, bunisini qilib berasiz, bunisini qilib berasiz. Natijada bola o'zida pul topish va o'zi ishlab pul topish ko'nikmasi shakllanmagan. Siz yo'q bo'lganingizdan keyin bola nima qilishini bilmay qoladida, birovni qo'liga borib, yo o'shani quli bo'lib yuradi. Yo bo'lmasa, qashshoq bo'lib qiynalib, dabdalash chiqib yuradi. Demak, boladan pul oling, bolani ishga tashlang. O'rgansin, ishlasin. To'g'ri, yaxshi ko'rasiz, ayiz, avaylis, lekin siz shu bilan bolani qashshoq qilib qo'yapsiz. Himoya vositalarini ko'rib qo'ying, himoya choralarini ko'rib qo'yingda, bolani ishga tashlang. Men o'zimni tajribamdan aytadigan bo'lsam, men o'sha o'g'limni o'zi ham biladi, meni ko'rsa kommentariyalarda yozsin, xohlasa. Men o'zim o'g'limni hali institutga kirmasdan maktabni bitirishi bilanoq ko'chaga haydab yuborganman. Ko'chada o'zini o'zi eplab, pul topib, to'g'ri pul topib, yaxshi yo'lga turib oldi. Mana hozir Xudoning qudrati bilan o'zini o'zi eplab, yaxshi yashab yuradi. Va men bilan munosabati a'lo darajada. Men o'g'limni ko'chaga tashab qo'yganim bilan u menga qarshi bo'lib ketmadi, meni yomon ko'rib ketmadi, men bilan orasi sovib ketmagan. Aksincha. Mana shunday bo'lib qoldi. Ancha yaxshilandi. Lekin o'sha maktabda yurganda ham men buni ishga tashirdim. Haydab yuborardim, bor pul topki, buni ishla. Yomon yo'lda yursang, kaltak yeysan. O'zim militsiyaga borib topshiraman. To'g'ri yo'lda yursang, maladessan deb bola o'zi ko'chada pul topib, o'zi harakati kelganda esa savol berardi. Bunday qildim, bunday qilyapman. Men unga sharoit yaratib beraman, ish topib beraman. Qayerdan ish topib bersam ekan, palonchi aka, mana shu bolamga ish topib bering demaganman hech qachon. Bor o'zing top, bor o'zing qil. Imkonim bor, hamma narsam bor. Lekin yo'q, o'zing qil. Bitta yordam bergan narsam, kitob surasi olib berardim. Puli ora-orada bo'lmay qolardi, qarzga deb berardim. Bo'ldi. Haligi keyin o'zi ishlab bir xillarini bergan, bir xillarini bermagan. Endi men berayotganda voz kechib o'rganman, lekin unga prosta bermaganman, qarzga deb berganman. Bu meni boshqa odamlar meni bu qilig'imni ko'rib, og'aynilarim namuncha deb gapirishgan, qahri qattiqsan. Mana bola o'zini o'zi eplab yaxshi zo'r yuribdi, lekin og'aynilarim bolalari haligacha otasini buni ishga kiritib qo'yishini kutib yuribdi. Demak, qadrdonlar, bolani yoshlikdan pul olishga biz boladan pul olishimiz kerak, pul ber deb olishimiz kerak. Bu bolada barakani ko'paytiradi. Yoshlikdan bolani ishga tashlash kerak.
Shunda bola o'zini o'zi eplashni boshlaydi. Agar biz bolani boqimanda qilsak, asrab avaylab, mehrimiz bilan asrab avaylasak, bolani bizib qo'yamiz, qadrdonlar. Demak, qo'rqmasdan, mazza qilib bolangizdan pulni olib, ishlatib, yana pul so'rab, yana ishlatib yuring. Yoshingiz 60-70 ga kirib qolgan bo'lsa, vashshi pulni oling. Shart qo'ying. Mana shu pulni topib kelasanlar. Shart qo'yib ayting, bola shunga harakat qilsin, topib kelsin, siz borib mazza qilib o'ynab kelavering. Bolangizni barakasi ko'payaveradi. Buni bitta men emas, minglab men so'ragan odamlar, statistik so'rovlardan o'tgan odamlarni 99% shu gapni tasdiqlashgan. Ular oddiy odamlar emas. Ularning bolalari ko'p, katta bo'lgan bolalar, professor bolalari bor. Ana o'shalar shuni tasdiqlashgan. Va bolasini boqimanda qilganlarni 90% shu gapni tasdiqlashgan. Holigacha boqimanda bola.